Viloyatimiz hayotiga oid eng so'nggi va ishonchli xabarlar taqdimoti bilan Surxondaryo telekanalining Vaqt informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Prezidentimiz tashabbusi bilan sog'liqni saqlash tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Ulardan biri davlat tibbiy sug'urtasi tizimini joriy etishdir. Bu tizim 2026-yildan viloyatimizda ham to'liq yo'lga qo'yiladi. Shu munosabat bilan kuni kecha Termiz shahrida joylashgan yoshlar markazida tadbir bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini aholi, ayniqsa yoshlar orasida keng tushuntirish maqsadida soha mutaxassislari, tibbiyot xodimlari va jamoat faollari ishtirokida tadbir tashkil etildi. Dastlab tadbirda so'z olganlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-iyuldagi sog'liqni saqlash tizimini tubdan isloh qilish va davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida amalga oshirilgan ishlar xususida yig'ilganlarga ma'lumot berishdi. Qayd etilishicha, 2026-yil 1-apreldan boshlab viloyatimizda davlat tibbiy sug'urtasi to'liq joriy etiladi. Bu tizim orqali fuqarolar davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy xizmatlardan bepul foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Kafolatlangan tibbiy paket doirasida aholiga shoshilinch tibbiy yordam, diagnostika, birinchi bosqichdagi davolash xizmatlari bepul taqdim etiladi. Bu inson hayoti, uning sog'ligi davlat muhofazasida ekanligining yorqin ifodasidir. Buning uchun har bir fuqaro o'z hududidagi oilaviy shifoxonaga biriktiriladi va dastlabki murojaat shu joyda amalga oshiriladi. Va zaruratga ko'ra ixtisoslashgan muassasalarga elektron yo'llanma beriladi. Bu jarayon orqali tibbiyot xizmatlariga navbat, tartib va samaradorlik ta'minlanadi. Bemor uylarida yotib, shifoxonaga bora olmayotgan taqdirlarda uydan turib ro'yxat olib, keyin borib bemalol davolanish huquqiga ega bo'ldi. Bundan biz mamnunmiz. Tibbiy sug'urta bo'yicha o'zimiz kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ldik. Aholi o'zi yashab turgan poliklinikaga borib o'zini sug'urta qiladi va o'sha tibbiy yordamga bemalol kafolatlanadi. Barcha tibbiy yordamlari to'liq yoki qisman qoplanib beriladi. Shuningdek, tadbirda elektron sog'liqni saqlash platformasi haqida ham ma'lumotlar berildi. Mazkur raqamlashtirilgan tizim orqali bemorning butun davolanish tarixi, qabul qilingan dori vositalari va tekshiruv natijalari yagona bazaga kiritiladi. Bu esa tibbiy xizmatda oshkoralik va mas'uliyatni ta'minlaydi. Ayni paytda davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi viloyatimizdagi 3 ta yirik shifoxona bilan 8,8 milliard so'mlik shartnoma imzolagan. Joriy yilning 9 oyi davomida yuzlab bemorlarga yuqori texnologiyali jarrohlik amaliyotlari bepul bajarildi va xarajatlar davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi tomonidan to'lab berildi. Xususan, respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi Surxondaryo filialida 192 nafar bemorda 2 milliard so'mdan ziyod mablag'lik operatsiyalar amalga oshirildi. Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida esa 219 nafar bemorda 3,6 milliard so'mlik yuqori texnologiyali jarrohlik amaliyotlari bajarilib, umumiy hisobda 7,6 milliard so'mga yaqin xarajat davlat tomonidan qoplandi. Albatta, bu kabi misollar tibbiy xizmat endi mo'ylaviy yuk bo'lmaydigan, balki davlat kafolatida amalga oshiriladigan tizimga aylanayotganining yorqin namunasidir. Biz tibbiyot xodimlari, ijtimoiy xodim hamda nuroniy otaxon uchrashmagandik. Mana bugun uchrashib, ularda haqiqatan ham yig'ilayotgan ko'p savol-javoblarga bugun javob oldik. Bundan keyin mana shu o'zimiz ustimizda ishlab, mana xalq bilan davlat tibbiy sug'urtasi to'g'risida butun brigadamiz bilan, ya'ni jamoamiz bilan xalq bilan ishlashimiz kerakligini tushunchaga ega bo'ldik. 2026-yil 1-yanvardan biz shu to'liq davlat tibbiy sug'urta o'tadigan bo'lsak, demak biz xalq bilan yana ozgina fursat qoldi, ishlashimizga to'g'ri kelar ekan. Davlat tibbiy sug'urtasi bu faqatgina yangi tizim emas, balki inson qadrini yuksaltirishga qaratilgan siyosatning mantiqiy davomidir. Bu orqali fuqarolar sog'ligi davlat kafolatida bo'ladi. Tibbiy xizmat sifati oshadi, tibbiyot xodimlarining mehnati esa munosib rag'batlantiriladi. Tashkil etilgan tadbir esa ushbu islohotlarni jamoatchilik orasida keng targ'ib etish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.